Diqqat Andijon shahri aholisi! Xalqimiz salomatligi hamma narsadan ustun va qadrli shiori ostida 7-aprel Butunjahon salomatlik kuni munosabati bilan sizlarni keng qamrovli bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka taklif etamiz. Tadbir tashkilotchilari Qo'qon universiteti Andijon filiali professor-o'qituvchilari, Family Med va Medcity klinikasi hamda Andijon shahar tibbiyot birlashmasi birinchi oilaviy poliklinikasi. Ushbu kunda yuqori malakali mutaxassislar tomonidan quyidagi xizmatlar mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Laborator diagnostika, UZI, EKG va rentgen tekshiruvlari, mobil stomatologiya joyida tish davolash xizmatlari, uy hamshirasi, tezkor tibbiy yordam ko'rsatish xizmati, bepul sirkumsizatsiya, xatna qilish, bolajonlar uchun maxsus xizmat. Tadbirda 15 dan ortiq yo'nalishdagi eng tajribali mutaxassislar ishtirok etadi. Akusher-ginekolog, mamolog, kardiolog, oftalmolog, terapevt, pediatr, stomatolog, endokrinolog, travmatolog, nevropatolog, urolog, jarroh, lor, dermatovenerolog va narkolog. Chuqurlashtirilgan bepul tibbiy ko'rigimiz seshanba, ya'ni 7-aprel kuni Andijon shahar birinchi oilaviy poliklinika binosida bo'lib o'tadi. O'zingiz va yaqinlaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Yaqinlaringizga ulashib qo'ying.